Salom hammaga. Biz natijani patolog bilan shug'ullanamiz. Men sizlarga hozir ish jarayonini ko'rsataman. Bu Davronjon aka o'g'illar. Natijani patologimiz уже bitay deb qo'ygan. Badaviyachimiz, liniyamiz. Davronjon aka birovni deb. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ukam bilan ana shunda natijani patolog qilyapmiz. Do'stlar, mana ish jarayonini sizlarga ko'rsatib boramiz. Ozgina bo'lsa ham sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Aka necha yildan beri ishlaysiz? Xudo xolasa 13-yilda bu yil. 13 yildan beri ana shunda. Ha, bu akamiz buni qarang qanday chiroyli chiqqan. Hozir lyustramiz. Mana bu yerda elementli gardina qilganmiz. Kritik gardiniz deb shuni aytiladi. 3 rayadlik, 2 rayadliklar ham bor. Pardani osib qo'yasiz, bolalaringiz osib ham hech narsa qilmaydi bunga. Bu yerda keyingi xonamiz. Bu yerda svitilniklar, spotlar и paryashi ham qilingan. Дальше. Bari spaynimiz. Spaynimizda liniya, lustra, и visachi hammasi bitta joyda joylashgan. Davronjon aka baga garpun kliylashni boshladilar. Xudo xolasa mana garpun kliylar bilan bu svetovoy liniyani hozir tugatamiz. Tugagan joyini ham sizlar bilan bo'lishamiz. Mana bu vannamiz hali oxirigacha tugagan yo'q. Bu yerda paryashi patolog mana bu. Так, skrytiy вытяжкада mana uni aytadi. Mana vashi patolog ichida bu motori bilan hammasi ichiga bekitiladi. Xo'p, qolganini ish bitgandan keyin ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.